Assalomu alaykum Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, hayvon ishqibozlari. Hafta kuniga seshanba 2026-yil 24-mart Andijon viloyati Sharxon Qoldonbek Cho'jamol bozoridan bo'ladi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kelasi bozorga qanaqa hayvon, nima qiziq bo'lsa kommentariy fikrlar qoldirasizlar. Qani bo'lsa videolarimizni boshladik. Bugungi videolarimizda faqat xunajinchalar bo'ladi. Qani bo'lsa videolarimizni boshladik. Navbatdagi xunajinimiz bo'ylari 1 metr atrofiga chiqadi xudo xolasa. Aka necha pul berishdi bunga? 200 ming kam pul. 8 million 800 ming so'm to'g'a barakasini qilyapti ekan. 8 million 800 mingga. 200 ming kam 9 millionga. Ko'ringlar aka. Aka telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 91lik kodi bilan 481 6173 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa aka dastlabkilarni qilib berasiz. Telefon qilsa dastlabkilarni qilib beradi. Uyda ham bor ekan, xudo xolasa telefon qilib o'ylar, ma'lumotlar bilan o'zi bilan kelishasizlar aka. Xunajinchamizni ko'ringlar. Navbatdagi o'lan xunajinchamiz. Bo'ylar 95-96 kilosiga chiqadi xudo xolasa. Aka necha pul berishdi bunga? 7 million so'm bahosi bo'layotgan, bermayapti ekan. Xudo xolasa ozgina qolsa berasiz aka. Va sotilmay qolsa telefon nomeringizni ayting aka. 99lik kodi bilan 101 79 26 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa telefon qilsangiz dastlabkilarni qilib berasiz aka. Dastlabkilarni qilib beramiz xudo xolasa deyapti. Akalar telefon qilaverasizlar. Turish holatini ko'rib bo'ylari shu 1 metr 95 atrofida chiqadi. Akalar mana qop qorasidan bo'ylab 95 kilosiga chiqadi buni ham xudo xolasa. Aka necha pul beryapsiz bunga? Necha pul deyapsiz aka? Necha pul qilishdi? Aka 11 kam bor deyapti. 11 million so'm ozgan kam bor deyapti. Xudo xolasa telefon qilsangiz qolgan ma'lumotlarni o'zi bilan gaplashaverasizlar. Aka dastlabkilarni qilib berasiz. Xudo xolasa telefon qilsa, sotilmay qolsa. Telefon nomeringizni ayting. 97lik kodi bilan 988 10-18 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Akalar dastlabkilarni qilib beramiz deyapti. 95 atrofiga chiqadi xudo xolasa bo'ylari. Mana uzunidan so'ragan akalar, uzunliklari uzun ekan, bo'ylari 1 metr plusiga chiqadi xudo xolasa. 1 metrga chiqadi xudo xolasa. Uzunliklari uzun. Aka necha pulga bordi bu? 8 million 200 ming so'm bahosi bo'lyapti ekan, xudo xolasa sotilmay qolsa dastlabkilarni qilib berasiz aka. Telefon nomeringizni ayting. Bo'laveradi, xudo xolasa sotib olamiz deyapti. Telefon nomerlarini aytmadi. To'g'rimi? Charchamanglar. Navbatdagi xunajinchalarimiz. Bo'ylari 1 metr xudo xolasa chiqadi, 1 metr plusiga chiqadi. 3 ta ekan, jup ekan. Aka necha puldan bordi bular? Qo'yoq suvi 30 million so'm bahosi bo'lyapti ekan, bermayapti ekan. Ozgina qolsa berasiz 30 ustiga. 30 million ustiga ozgina qolsa berasiz, 30 million ustiga ozgina qolsa berasiz. Jupaga, uchalasiga. Aka telefon nomeringizni ayting. 94lik kodi bilan 107 44 74 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Aka yana jup olsa yana ham arzon qilib berasiz. Xudo xolasa bularda jup olsa arzon qilib beramiz deb dastlabkilarni ham qilib berasiz telefon qilsa. Dastlabkilarni ham qilib bergan akalar telefon qilaverasizlar xudo xolasa. Turish holatlarini ham ko'ringlar akalar, turish holatlarini 1 metr plusiga chiqadi uchovsini ham. Telefon qilaverasizlar. Navbatdagi xunajinchalarimiz 4 ta ekan, bo'ylari 90 atrofida xudo xolasa chiqadi. 4 ta ekan, orqa holatlardan ham ko'ringlar. Aka necha pul qilishdi bularda? Orqa holatlarni ko'rib chiroylilar, rosa chiroyli ekan. Aka necha pul qilishdi bularda? Bular hozir 11 dan so'rayapti. 11 million so'mdan savdosi bo'layotgan, bermayapti ekan. Xudo xolasa aka jup olsa yana ham arzon qilib berasiz. 11 million so'mdan shuban berar ekan aka. Bitta joyga olganga dastlabkilarni qilib berasiz aka. Kelishilgan holatda vohalarga ham jo'natib beraverasiz. Aka telefon qilsa, vohalarga ham jo'natib beravergan. Akalar telefon qilaverasiz. Telefon nomeringizni ayting. Telefonim yo'qda, telefon bo'lgan aytasiz. Telefoni yo'q ekan, telefoni bo'lsa aytardi ekan. Akalar 11 million so'mdan savdosi bo'lyapti ekan. Aka rahmat. Jigarlar nima deyapti? Bular ko'p ekan. Bo'ylari 1 metr atrofiga chiqadi xudo xolasa. Turishini ko'ringlar, xunajinchalarimiz mana xunajinchalar olaman degan jigarlar bormidi? Ko'p ekan. Aka bular necha puldan xudo xolasa ayting? 10 million so'mdan hammasi kami bor ekan akalar.
sanamadim bir 20 tacha bor. 10 million so'mdan kam bor ekan qo'yasiz yo'q. Akalar ko'ringlar. Aka buni dastlabkilarni qilib berasiz, xudo xolasa dastlabkilarni voqealardan telefon qilishaversinlar bemalol kelishilgan holatda. Telefon nomeringizni ayting. 94lik kodi bilan 341 94 95 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Aka juposi yana ham arzon qilib berasiz. Juposi arzon qilib bergan akalar. Turish holatlarini ko'ringlar, xunajinchalarimiz ko'pligi ko'p ekan. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Kelib ko'rib ham ustidan savdo qila olamiz deyapti mana. Bularni ham ko'rsating. Buncha go'zal akalar ko'ringlar mana. Ko'plar ko'p ekan. O, yoqacha ekan mana. Akalar telefon qila olasizlar. Akalar hamma charchamang. Jigarlar navbatdagi xunajinchamiz. To'g'ri yaxshimisiz? Necha pulga qilishdi buni? Necha pul kami bor? 21 kam bor. Jupiga 21 million so'm olgan kam bor ekan aka. Dastlabkilarni ham qilib berasiz. Dastlabkilarni ham qilib beramiz deb kelishilgan holatda telefon qilib, juposi yana ham arzon qilib berasiz. Bitta joyga kelishamiz. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 90lik kodi bilan 621 30 11. 621 30 11 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Dastlabkilarni ham qilib beramiz deyapti. To'g'ri, rahmat. Asakan Niyoz Botirdan aka, akalar ko'ringlar. Niyoz Botirdan. Qo'lasiniki 1 metr atrofiga chiqadi. Bunisiniki 80-85 atrofiga chiqadi. Telefon qila olasizlar. Ekkan 11 million so'mga barakasi bo'pti. 10 million 800 ming so'mga mana barakasi bo'pti akalar. Ko'ylar bo'ylar 1 metr atrofiga chiqadi. Aka kichkinagina xunajinchalarimiz ko'ringlar akalar. Kichkina xunajinchalarimiz. Aka necha pulga bordi bular? 13 million 400 ming so'mga savdosi bo'layotgan ekosini. 13 million 400 ustiga qo'ysa berasiz. Xudo xolasa telefon nomeringizni ayting. 99lik kodi bilan 326 38 20 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Juposi yana ham arzon qilib berasiz. Ekolarni dastlabkilarni ham qilib berasiz. Kelishilgan holatda dastlabkilarni ham qilib bergan. Vodiy bo'ylab dastlabkilarni qilib bergan akalar. Telefon qilaverasizlar xudo xolasa. To'g'ri, rahmat, charchamang. Jigarlar mana sementdan novvoz chekkan ekan bu. Sementdan novvoz chekkan. Jigarlar ko'ringlar mana orqa holatlardan ham ko'rib. Novvoz chekkan. Aka necha pulga bordi bu? 15 million so'm savdosi bo'layotgan, bermayotgan, ozgina qolsa berasizlar. Xudo xolasa 15 million ustiga. Necha oylik aka bu? Bo'lgan bo'lsa 3 oylik bo'ldi deyapti. Yeb ichami yo'q sog'liqlariga garantiyasi bor. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomer yo'q ekan. Telefon nomer berilmaydi deyapti. Novvoschamizni ko'ringlar akalar. Navbatdagi bo'jachalarimiz novvos ekan. Aka to'rasi ham novvos ekan bular. Necha pulga bordi bular? 11 million so'mdan savdosi bo'lyapti ekan 4 tani. 11 million ustiga olsa qo'ysa berasizmi? 11 million ustiga olsa qo'ysa berasiz. Xudo xolasa telefon nomeringizni ayting. 88lik kodi bilan 217 15 10 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Aka telefon qilsa dastlabkilarni qilib berasizlar. Dastlabkilar ham bor deyapti, dastlabkilarni qilib berakan. Akalar telefon qilsa, to'rosi ham novvos ekan. Aka rahmat. Akalar 1 metr atrofiga chiqadi xudo xolasa bo'ylari. Novvosimiz uzunliklari uzun, rosa chiroyli ekan akalar. Ko'ringlar novvoschamiz. Aka necha pulga bordi bu? 10 million so'm savdosi bo'layotgan, bermayotgan, ozgina qo'ysa berasiz 10 million ustiga. 10 million ustiga ozgina qo'ysa beramiz deyapti. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Telefoni uyda qolib ketibdi. 10 million so'm ustiga ozgina qo'ysa beramiz deyapti. 1 metr atrofiga chiqadi bo'ylari xudo xolasa. Orqa holatlarni ham ko'rsatay, orqa holatlarni ham. Chiroylar tushungan. 10 million so'm savdosi bo'ldi. Nega buni? Jigarlar 73 million so'mga barakasi bo'ldi. Hozir oldi mana yechib oldi. Xunajin ekan. Ko'ringlar 73 million so'mga.